Nima uchun Anvar Hojimirzayev kech porladi? o'n 12 yil boshlagan bo'lsam, yurakda ozgina muammo bo'lganman. Men o'zga ham aytaman, podkastda ham aytganman. Bir mavsumli futbolchi deb o'ylaganman. Sportdan chiqasan, qarochi, yashash xohlasang deyishgan, futbol qilmay. Rossiyada ishlab yuribsiz. Qachondir yana O'zbekistonga qaytib futbol o'ynab ketaman degan ishonch bo'lganmi? Ikkinchi yilim 2013 yana yiqitishgan. Sog'lig'ida muammo bo'lgan, yurakda. Повторныйdan ham yiqilganman, mumkin emas deb qo'yishmagan. Nafaqat u, boshqa istalgan futbolchi yuqori istak evaziga terma jamoa darajasiga chiqishi mumkin. Hamma masalan ko'rinishimga qarab, De Bruyne'ga o'xshatishadi. Anvar Hojimirzayev qilgan klub masalan bitta gap bilan aytganda Dinamo bo'lib turibdi.